Assalomu alaykum. YouTube obunachilar, Gulbozor.uz Optim obunachilar. Bugun 6-may. Jahon bozorida ham savdolar tashardi. Bugun may bo'ldi. Bozorlar 12, 11:30, 12:30 boshlanib ketyapti. Havolar ham aynigan. Narxlar bilan. Ha? 10 bitta Aleksandr avval deb qo'yaman. Zenzila. Narxlar Telegram kanalida bor. 100 ming so'm kichkinasi, o'rtachasi 160 ming so'm. Bu katta razmeri 250 ming so'm. Sifat filmlar 130 ming. Bu necha puldan ham bu donali narxlari? Laklar. Havaya palma 250 ming so'mligan. Mana bizni joy hamma biladi. Mana shu Dorg'adan kirib, Dorg'aga yetildi. Chap qo'lda mana shu Artel do'kon tagida. Kiratorlar o'ta go'zal holatda. Archalar, lisada bor archalardan ham 700 ta yoki 750 tacha bor. Mana bu yerda hozirgi holatda ham bor, turibdi. 160 ming so'mdan. 7 mingga boshqacha narx bo'ladi, o'zi bilishadi o'qituvchilar. Mana bu yerda joylarimiz. Yo'q, Anvar aka, Ashurali aka. Hamma ashuna deyapti-chi menga, jidiminada. Joyimizni bilasizlar, mana shu yerda. Eng katta joy bizniki bo'ladi. Optim narxda, ichki narxda beriladi bu yerda. Donali keladiganlar ham shu narsani bilib qo'yinglar. Bu yerda Xodakami gullari. Vov. Bo'ldi. Namazar pakani gullari. Optim narxlari bu yerdan bemalol kelaverasizlar. Mana mana tuvakcha akalarimiz. Bu yerda hammasi optim narxda bo'ladi. Pastapkalar. Mana holatlari. Bu yerda Odil akaning gullari mana Ravotga yetmasdan mana shu yerda bizni joyida, yonimizda qo'shni. Voyanniylari, fikslari, gitara necha pul ekan? Gitara 35 ming. Gitara 35 ming. Qora shahzodalar? Qoralari, kaptalari 20 ming so'm, kichilari 10 ming. 20 ming so'm, 10 ming so'm. Voyannichi? Bir xil. Voyanni ham bir xil, 20 ming so'm, 10 ming so'm har xil. Kelaverasizlar mana mana shu yerda. Hozirda ham bitta bola bor. Mana kamera necha pullik uka? 75 ming so'm. 75 ming so'mlik kamera. Bo'yi necha bu? 1 metrmi? Bo'yi 1 metr, 90 santimetr, 1 metr, 1 metr. 90, 1 metr. Bu qizillarichi? Qizillariga 150 ming so'mdan Optimga. Qizillari 150 ming so'm. Mana Guzmani Uzmanamiz 65 ming so'm qo'yardi. O'ta ham ideal holatda. bo'y uzunligidan ekan, bu pakanasidan. Bu yerda xo'pidan ham bor mana. Tepasini ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Ideal holat. Holatlar mana. Kaktusi? Kaktusimiz har doimgidek 65 ming. 65 ming. 95 023 2030 uchun. Albatta. Mana nevishtli narsa bor ekan, ha. Necha pul edi? 120 ming so'm. 120 ming. Kelyon. Mana vafsha go'zal, ideal. Bardo'y. Bardo'y qizil, qon qizil bo'ladi. Qon qizil ekan. Bu ukamiz mana Avazoxonda tagida joylashgan. Avazoxon. Ha, monat aytdinglar mana shunga Avazoxonda. Avazoxon tagida. Kelaverasizlar mana. Qora shahzodani. Qora shahzodalar. Xayrli edingiz aka. Oltariqli Abdulbost ekan. Monos necha pul fiksdimi, Rami? 15 ming. Voyannilari 15 ming so'm. Mana kichikroq 13 ming ekan. Qalampiringiz? 5 ming so'm. Qalampir 5 ming so'mdan. O'rtog'i ekanmiz, ha? Kiraton 25 ming ekan. Dubolis ekan, ha? Ha. Asparagus 30 ming so'm sotiladi. 30 ming so'm asparagus. Zamiyalar o'zingiz dehqonchiligingiz?
20 18 ming so'm. Bular yashikka sotiladigan optim narxi. So'ljon ekan joyi mana. Charxonli akada. Jahonmoda o'ynab ketdi. Darvoza mana yo'ldan tushgan deyiladi. Bitta. Birinchi darvozadan tayyorda. Alisher akamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gaplar aka? Kamela nechi pul ekan? Kim? Kamela. 150 ming. Kamelalari 150 ming ekan. Jahon bozoriga kelsanglar, Luboy Gulchidan kamela topasizlar. O'zini zimniy mana mashalari, narsalari bor. Puli borga nimasi bor? Zo'ri bor. Ha, zo'ri bor, prizi bor deb eshityapmanmi. Mana bozor holatlari ertalab 11:30, 12larda boshlanib ketib qolyapti ekan. Hamma mana pasha qo'rib o'tiribdi endi kechga borib, shomga yaqin tugayapti. Kilo orasida ekan Luboy vaqtda shag'a deyishyapti, bozordagilar birlik yo'q deyapti. Bizni joy mana masjid. Ba'ziga o'tsanglar ham bo'ladi, Tiflisdan ham olsanglar bo'ladi.